Bir xonali kvartira bo'lsa bitta ko'rsataverasizmi deganlar uchun Angren shahar 2 dahasi 4 qavatli binoning 2-qavatidan bir xonali kvartirani obzoriga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bir xonali kvartiramiz. Bundan oldin o'ng tomondan boshlaymiz. Bu uyimizda hojatxonasi va yuvinish xonasi alohida. Birinchi mana o'ng tomonimizda katta eshikdan kirganimizda mana bu katta eshigimiz. Shundoq kirganimizda o'ng qo'limizda bu yoqda hojatxonasi, mana ko'rib turibsiz, hojatxonasi va orqasidagi shkafda o'sha qog'oz, hojatxonani boshqa jihozlarini tashlab qo'ysangiz bo'ladigan joyi bor ekan, kichkinagina shkafcha. Va bundan tashqari mana koridor qismimiz, ko'rishingiz mumkin. Koridorimiz ham bo'ladigan o'rtacha holatda. Bu yoqqa mana oyoq kiyimlarni taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Bundan keyin esa mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin bo'ladi yuvinish xonamiz. Yuvinish xonamiz ham yuvinsa bo'ladigan. Aytganimdek, uy egalarining o'zlari hozir bu yoqda yashab kelishadi. Pul zarur bo'lganiga sotishyapti. Bu to'g'rimizda esa oshxona bor ekan. Avvalgi domlarda mana shunaqa katta eshikdan kirganda yuvinish xonasiga o'tadigan va undan keyin oshxona qismidan ham o'tadigan joylari bo'lgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bundan keyin mana zal qismimizga o'tamiz. Endi zal qismimizni ko'rishingiz mumkin. Devorlarimiz avoylar qilingan, patolog qismlarimiz ham yaxshi holatda, qandillar ilingan. Uyimizni kattaligiga keladigan bo'lsak, 3,5 ga 5 holatda, yaxshigina kattalikdagi xona. Bundan keyin endi oshxona qismiga o'tamiz. Oshxonamiz mana bu tomonimizda esa oshxonaga kirishda boya aytganimdek yuvinish xonasiga o'tsa bo'ladigan xona, mana o'rtaga ham bitta eshik qo'yib qo'yishgan. Oshxonamizni ko'rib turishingiz mumkin. Gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Angren shahridagilar bo'ladi. Yonimizda shundoqqina 18-7 maktablar oldimizda, eski politexnikumni shundoqqina orqasidagi domimiz bu. Xo'p, endi balkon qismiga o'tamiz. Balkon qismimizni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. 6 ga 1,5 holatda qilingan. Ta'mirlab yuboradigan joyi bor ancha. Oladigan odam o'zi yaxshigina bitta ta'mirlash kerak bo'ladi. Bu joyimizda mana aytganimdek, uyimizni orqa tomonida eski politexnikum ko'rinib turadi. Angrendagilar juda ham yaxshi bilishadi. Xo'p, endi uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, uyimizni narxini uy egalari 19,200 deb baholashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib bemalol gaplashib baraka qilsa bo'ladi. Kim 2 dahasidan mana shunaqa bir xonali kvartira qidirib yurgan bo'lsa, tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Ularga foydali bo'lishi mumkin. Mana shunaqa uylarda yashash balki ularga nasib qolar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Aytganimdek, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.